Endi asabim chiqyapti-da, bittasi chiqib men bilan kelib duet o'qi dedi-ku. Bir tiyinga qilmadi o'zing ham, qilayotgan ishing ham deyman-da, men konkretni-da, chunki bir tiyinlik foydasi yo'q. Yana insonlar uni to'ygacha quradi, kim necha ming, 10 ming dollar berib. O'shani farzandingni, yangi bo'layotgan oilani bilimiga, ilmiga sarflanglar onasining. Nima bo'lyapti bu xalqqa? Artistlar birinchi o'rinda, artistlar. Bir tiyinlik foydasi yo'q. Kimga nima foydasi? O'ydiradi, foydasini hech kim bilmaydi. Lekin o'shalar olimlarga e'tibor yo'q, ilmga e'tibor yo'q. Hech kim o'sha uchun yoshlar olim bo'laman, ilmli bo'laman demaydi. Artist bo'laman deydi o'sha uchun. Yana fahshga o'tib ketaveramiz. Men ana primerku, ana ko'rsatyapman-ku, erkak ish qilib biladi, fizически ham baquvvat bo'lib biladi, любой narsaga, moddiy tarafdan ham любой narsaga достижениyaga erishsa bo'ladi. Men любойni o'sha artistlarning любойni 1 yilini sotib olib bilaman. 1 yil uyimga ketirib ashula o'qitib bilaman. O'shalarga havas qilyapsizlarmi? 1 yil xizmatimni qildirib bilaman o'shalarga. O'shalarga havas qilyapsizlarmi? Ular havas qiladigan inson emas. Erkak kishi 3 ta narsada qattiq tursin. Kuch, bilim, pulda. Qilmanglar buni. Pulni ishlanglar onasidan. Tamom, pulni egasi bo'linglar, pulni qulli bo'lmanglar. Pulni egasi bo'linglar. Buni farqi bor.